Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Chanaqqal'a sayohatimizning 3-kunida Edramitdan chiqib Chanaqqal'a sari yo'l oldik. Bu yo'lda ajoyib manzaralar va tarixiy obidalar, tarixiy shaharlar, antik shaharlari bor ekan. O'shalarni tomosha qilib, mana yerda eski tosh ma'danchiligi bor ekan. O'sha yerlarni ko'rib, undan keyin asta-sekin yo'l oldik va Aleksandr Makedonskiy qurgan shaharni ko'rdik, tomosha qildik va bu yerdan chiqib ba'zi ibratlar olib, undan keyin yo'limizga davom etdik va yo'limizda mashhur Troya shahrini ko'rdik va bu yerni tomosha qilishlik bizga taqriban 3 soat vaqtimizni oldi, chunki juda katta bir joy ekan. Undan keyin Chanaqqal'a sari yo'l olib, o'sha Yevropaning eng uzun ko'prisi bo'lgan Chanaqqal'a ko'prisidan o'tdik. Taqriban uzunligi 5 kilometr atrofida. Undan keyin sekin-sekin yo'limizga davom etdik va Ejabet degan joyda bir qal'ani ko'rdik. Kilidul Bahr deydi ekan bunga. Ya'ni o'shandan keyin o'sha Chanaqqal'aning ajoyib manzaralarini kechqurun bo'lib qolgandi. O'sha vaqtda bir sayohat qilib, oxiriga tunaydigan joyimizga keldik va mana shu yerda tunab qoldik. Taqriban 322 kilometr atrofida yo'l yuribmiz. Hozir Ega dengiz orqamizda qoldi. Endi sekin-sekin Chanaqqal'a sari yo'l olyapmiz. Chanaqqal'ada Marmara dengizi bo'g'ozi bor. Bir tarafi Ega bo'ladi, bir tarafi Marmara dengizi bo'ladi. Marmara'nın boshlanishi dedik. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان Azizlar, mana bu yerda tosh ma'daniga keldik, tosh markaziga. Mana shu yerda hozir ko'rsatamiz buni aslini. Mana shu yerda ming yillar oldindan toshlar mana shu shaklda qozib olinar ekanda. Undan keyin mana shu yerda mana shu toshlar mana shu yerda ko'rilib turilgan Samirna, Turkiya, Suriya, Fransiya, Italiya, mana shu hamma Roma, Italiya mana shu yerlarda hammasiga jo'natilar ekan, Afrikalargacha jo'natilar ekan. Endi bu toshni og'irligi qancha deydigan bo'lsak, toshning har birining og'irligi 60 ton atrofida ekan. 12 metr uzunligida, 160 diametrda ekan. 1,5 mana shu darajada. Endi toshning kattaligini bir qarasalaringiz
Mana böyle toshni yoniga bir boring. O'sha ustunlarning yoniga bir boring. Mana toshni kattaligi mana shunday katta tosh. Kattaligini his qilayotgandirsizlar. Endi mana shu toshlarni olib ming yillar oldin mana shu yerlardan qozib, mana shu yerlardan toshni yasashib, undan keyin minglab kilometr uzoqliklarga olib borib shaharlar qurishar ekan, saroylar qurishar ekan. Ya'ni bu inson hayron qolmasdan chorasi yo'q. Nima uchun? Chunki 60 tonlik toshni o'sha vaqtlar qanday naqliya qilgan bo'lsa, qanday olib borgan bo'lsa, ya'ni 1000 kilometrlab olib borgan ekan. Suriya bu yerdan necha kilometr? Qarib 2000 kilometr. Suriya 2000 kilometr. Italiya o'sha taraflarga, Istanbul, Afrikalargacha mana shu yerlardan tosh olib ketgan bo'lgan ekan. Mana shunday. Azizlar, biz mana shu qadim tosh konidan chiqqandan keyin Aleksandr Makedonskiyga nisbat qilingan, ya'ni Aleksandr Makedonskiy qurib ketgan bir qadim shahar bor ekan. Qadim antik shahri. O'shani tomosha qilgani yo'l olyapmiz. Inshaalloh qani nimalar ko'ramiz ekan. Birodarlar, bu shahar Aleksandriya Tros. Bunun qurilish tarixi 311-yil miloddan avval 311-yil. Buyuk Iskandar, ya'ni Aleksandr Makedonskiy kelib otini ham qo'yib qurgan ekan. Xullas, o'sha vaqtdan beri qurilib, yana bu shaharning barpo bo'lib boshlagan vaqti bugungi kunga qadar 1400 yilga, 2400 yilga yaqinlashyapti. Undan keyin nomlar biroz o'zgargan bo'lishidan birga eski nomini saqlab qolgan. Xullas, mana shu shahar 10 gektar atrofida joylashgan ekan, balki undan da ko'proq katta hammomlari, boshqalari. Va undan keyin Roma imperatorligi o'sha eski Italiyaning nimasida cho'kib boshlagandan keyin Konstantin yangi poytaxt qurmoq uchun bu yerga kelishga qaror qiladi va shu yerni bir martaga poytaxt qilishga harakat qilgan ekan. Og'ay, mana chuqur. Bu demak kanalizatsiya nimalar bo'ladi. Tagi ko'plar shaharda hozir ko'milib qo'ygan, lekin o'sha Konstantin Istanbulni qurishdan oldin shu yerni poytaxt qilmoqchi bo'lganligiga ko'ra bu shahar hali ham butun nimasini ahamiyatini yo'qotmagan bo'ladi. Xullas, uzun yillar davom etgan, hatto Usmonlining fathiga qadar ham juda gullab yashagan shaharlardan biri bo'lar ekan. Oxirgi 16-17-yüzyilga kelib bu shahar asosan tark etilib, keyinchalik tosh madanchiligiga aylanib qolgan ekan. Ya'ni bu yerdagi toshlarni yiqitib boshqa joylarga tashilib, xarobaga aylantirib tashlangan ekan. Ya'ni yaqin yillargacha. Bizni tagimiz hammasi shahar hozir ko'milib qo'ygan uchun mana qazib ishlar davom etyapti. Ko'p joyga kirishlik imkoni yo'q, chunki man qilingan. Hozircha Alloh olam yana 5-6 yildan keyin bu yerlar juda yaxshi ochiqqa chiqariladi. Mana bu tosh o'rnaklaridan biroz tasvirga oladigan bo'lsak, aslida o'sha eski greklar tosh taroshlik bo'yicha san'atkorligi, me'moriy san'ati bo'yicha dunyoda mashhur xalqlardan biri bo'ladi. Masalan, o'sha 2000 yil oldin ishlangan toshlarni ko'rib turibsiz, juda ham tiniq geometrik figuralarni saniq ishlashligi bilan, aniq o'lchamlarga ega bejirim ishlashligi bilan mashhur. Buni men boya ham boshqa bir videoda aytib o'tdim. Tarix kitoblarida ko'p ko'rdik ulardan o'sha ustun taroshlik, haykaltaroshlik san'atlarini. Lekin buni men ko'pincha Yevropada, ko'proq Gretsiyada deb o'ylardim. Ammo shu Turkiyada ham ko'pchilligi borligini men bilmasdim avval. Va alhamdulillah bugun Turkiyada bo'lganligimiz sababli ularning ko'pchiligini ko'z bilan ko'rish, shohid bo'lish baxtiga muyassar bo'ldik. Shunday, maşallah, juda ajib joylar ekan. Shu hammasi o'sha vaqtlar qurilib qolgan. O'sha sutunlarning qarang, hozir qanchalik joyida turganligini tasavvur qiling, qanchalik muhtasham shahar bo'lganligini bildiradi bular. 2,5 ming yil oldin qurilgan shaharni joyi haligacha qarang, shunday inson hayratga tushmasdan imkoni yo'q, hayron qolmasdan imkoni yo'q. Shunga inshaalloh mana shunday joylarni kelib ko'rishsa, qarang, mana yerlar hammasi qozilyapti, shaharlar ochilyapti, ya'ni inshaalloh mana shu shaharlar lakarlar bilan to'shalgan. Mana shu yerlar tosh yo'llar ekan, demak-a. Bu eskidan tiniq turgan, tekis turganda bular. Keyinchalik rumlar ko'p oldinda ekanda. Eskidan rivojlangan san'atlar. Bu greklar, rumlar ya'ni juda eski madaniyat ekanda. Eski madaniyat va kuchli madaniyat bo'lgan. Eski va juda kuchli madaniyat bo'lgan ekanki. Masalan, mana bu yerda kanalizatsiya sistemlaridan qolgan o'rnaklarga qanday. Hatto binolar ichida kanalizatsiya sistemlari ham qurilgan bo'lgan o'sha vaqtda. Binolarda qarang.
Mana qarang. Kattalaringizni istadim qarang. O'sha vaqtlar mana shunday. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, Tashishgan. o'sha vaqtlar kanalizatsiya bo'lgan ekan. Qarang. Suv bilan suv olib kelganligini. Mana quvurlar. Shunday ko'rlar, shunday bir ajoyib. Mana qarang. Ajib, juda ajoyib. Ya'ni juda eskidan kelishgan ekan bular. Mana bahor oyi lolalarimiz ham bizlarga tabassum qilib turishibdi. Ha, inshaalloh yangi joylarda ko'rishguncha. Mana Kiroya degan film bo'lardi, xotirlasalaringiz. O'sha filmdagi voqea bo'lgan asl joy mana shu yer bo'ladi. Mana shu yerda Troya muzeysi ham bor, Troya shahri ham bor. Qarshi tarafdan, Yunon tarafidan minglarcha, balki yuz minglarcha qo'shin keladida, mana shu Troya shahrini olishga harakat qiladi, lekin ololmaydi. Oxiri bir xiyla bilan katta ot qilib, buni hadiya qilib tashlab ketib, lekin ichida odamlar bo'ladi. O'sha xiyla bilan Troyani olishadi, bosib olishadi. Mana o'sha Troyaga ketyapmiz. Mana ajoyib joylarni ham juda chiroyli qilib qo'yibdi. Birodarlar, inshaalloh birozdan keyin o'sha filmdagi voqea bo'lib o'tgan shaharga boramiz, o'sha katta joyga. Endi bu hammasi bo'lmasa kerak, bir miqdorini ochishgan, ko'pchiligi ochilmagan. Ha, Troya oti ham mana shu yerda. Mana Troya otini oldida turibmiz. Mana shuni filmda ko'rgandirsizlar. Mana odamlarni yerlashtirib shunday xiyla bilan olishgan. Mana bu yerda birodarlar Troya shahrining juda qattiq nimalari bor, ya'ni kashf qilingan nimalari, tarixlantirmasi. Chunki bu shahar bizim miloddan avval 3000 yilliklarda tarix boshlangan. Troya 1, Troya 2, Troya 3. Bu shahar bugungi kundagi ilk Troya shahrining yoshi qariyb 5000 yil bo'lyapti. Oxirgi yoshi esa miloddan bizim milodiy asrning 500-yillarga to'g'ri keladi, 5-asrga. Mana ko'rinib turgandek, mana shu tarafdan qo'shin keladi-da, mana shu shaharni olishga harakat qiladi, lekin ololmaydi. Qal'alar bo'ladi. O'sha qal'alarda turib aslo ololmagandan keyin minglarcha yo'q balki yuz minglarcha qo'shin keyin oxiri mana shu xiyla bilan oladi. Mana shu yerda birozdan keyin tomosha qilamiz inshaalloh. Qazilmalarni tomosha qilyapmiz. Mana shu yerga komplet mana shu yerlar eskidan shahar bo'lgan ekan. O'sha filmni ko'rsalaringiz, Truva filmi, Troya deb qo'yadi. O'sha Troya filmidagi Troya shahrini asl joyi mana shu yerda bo'lib o'tgan ekan. Mana shu eski vaqtlar, eski hollar, juda eski toshlar. Endi buni ko'pchiligi hammasi yerga ko'milib ketgan ekan. Endi qozib olyapti. Qozib olishyapti. Troya 2 2500 2250 yil miloddan avvalgi. Miloddan avvalgi 2500 2200 yillar. Bu qanday bo'ladi Troya 2? Xayr, mana shu yer bu shahar bo'lgan. Shu yer ekan, shu yerlar. Ha, mana shu yerlar. Shu toshlar. Ya'ni 2000, bundan ya'ni 5000 yil oldinda taxminan. Qarib 5000 yil oldin, to'g'ri. Troya bo'lsa, Troya bir davri 2900 2500 yil orasida bo'ladi. Bu narxda yozgandir, bak Troya 1ga ham boramiz. Davom etyapmiz. Troya antik shahrini, antika shahrini tomosha qilishlikda. Mana shu eski hollar ekan. Qarang, o'sha vaqtlarda shu holda qurilgan ekan demak. Anasi ham qizilmi, qizil qummi
Bu tosh ekan bu. Qarang, mana tosh. Ya'ni qizil qumga o'xshab turar ekan u. Lekin qizil tosh ekan bu. Toshlar. Bu yerda yomg'ir tegmasin deb yopib qo'yibdi. Mana shunday ajoyib mana. Azizlar, mana bu Troya shahrini yana boshqa tarafiga, bu tarafiga o'tdik. Orada biroz videoni to'xtatdik chunki ancha uzun bo'lib ketmasin deb. Bu Troya shahrini bu tarafi ekan. Endi mana shu yerlar vallohu alam qala bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerlar qalani kirishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bundan keyin pasti qarang ancha pastlik. Mana shu yerlar qala bo'lgan bo'lishi mumkin. Qarang, aslida mana bu taraflar ham xuddi shunday toshlardan iborat hali, lekin qozilmagan ekan bu taraflar. Bu taraflar qozilmagan ekan, bu taraflar qozibdi. Mana bu taraflar qozilgan. Izanalar, boshqalar hammasi bor ekan. Ajoyib. Xo'sh, mana biz bugun xololasa domla bilan birgalikda eng qadimiy shaharlardan bo'lgan Troya tarixiy obidalarni kezdik, aylandik, tomosha qildik. Bu tarixiy obida juda ham eski bo'lib, balki dunyoda kam sonli o'rnaklarga ega bo'lgan bir tarixiy obida ekan. Xo'p,
Bu yerdagi Troya qal'asi. Troya qal'asi qancha deylik? Taxminan 9 davriy qatlardan iborat bo'lgan bir qal'a ekan. O'shaning birinchi nimasi davri miloddan avvalgi 2920-yillardan boshlar ekan. Ya'ni miloddan avvalgi 3000-yillardan desak, kunimiz bilan qo'shib hisoblaganda 5000 yillik tarixga ega. Ya'ni bular davom etadi. Masalan, miloddan avvalgi 2500-2250 3-davri deylik Troyani. Undan keyin Troya 4-davri keladi va to kunimizdagi milodiy davrning 5-asrgacha ustma-ust va doimiy shahar qurilib kelgan va har doim jonli shaklda davom etgan bir shahardan bahs etadi. Yani uzunligi taxminan 3500 yil davom etgan bu yerdagi hayot va shahar hayoti yoki shunchaki bir shahar hayoti emas, bir qal'a olarak ichida butun sistemalari bo'lgan, teatrlari bor, majlis binolari bor, hammomlari bor. Masalan, markaziy hukumat shu yerda bo'lgan, boshqaruv sistemasiga ega mustaqil bir buyuk qal'a bo'lgan ekan. Ana endi biz bu yerda hamma davrlarni ko'rsatgan nimalarni qarab ko'rsatib chiqdik inshaalloh bo'lganicha. Harakat qildik olishga. Endi mana oxirgi o'laroq mana shu toshlar ham mana shu o'sha davrlardan qolib ketgan qoldiqlar. Mana shu Troya shahridan chiqyapmiz mana. Endi inshaalloh keyingi o'sha filmni men qaytadan bir yana ko'rib qo'yaman. Birga ko'ramiz inshaalloh. Endi ko'rsak, chunki bu shaharda jonli ko'rishlik, jonli bir shohid bo'lishlik boshqa narsa ekan. Xudo xolasa endi bizga yanada nima bo'ladi? Ma'noli bo'ladi bu. Mana Troya otini ham bir qo'yib qo'yaylik. Mana Troya oti. O'sha vaqtlar oxirgi nimasi xiyla bilan olinganda, o'sha xiyla bilan mana bir vaqtlar o'sha. Endi keyingi manzil Troya muzeysiga boramiz. Yaqinda ochildi, 2-3 yillik bo'ldi. Bu yerda ba'zi bu yerdan topilgan topilmalar, asarlar qo'yilgan deyiladi. Inshaalloh u yerda kirib ko'ramiz. Mana muzeyga kiryapmiz. Troya muzeysi. Mana shu Troya muzeysi inshaalloh hozir ko'rsatamiz. Mana shu Troya shahri. Mana shu yerlarda yuksekdan qanday nimalar bor ekan bu muzeyda ko'rib chiqamiz inshaalloh. Birinchi qatni tugatib, ikkinchi qatga chiqyapmiz mana. Muzeyda bu to'plamda 3 qatlik muzey ekan. 1800, ya'ni kunimiz 4000 yil oldin ishlatilgan nima bo'lsa bular, iynami ortiq yozmagan nimaligini. Tibbiy olatlar ekan. O'sha vaqtlarda ishlatilgan tibbiy olatlar. Mana shular tibbiy asboblar ekan. Bundan 4000 yil oldin 4000 yil oldin ishlatilgan tibbiy olatlar, tibbiy asboblar. Miloddan avvalgi. Miloddan avvalgi 2000. Kunimizda 4000 yil oldin. Tibbiy asbob uskunalar ekan. Kesish, nima tikish. Qarang, har biri miloddan 1800 yil oldin, ya'ni kunimizdan qarib 4000 yil oldingi ishlatilgan nayzani yoki o'qni
uchlar ekan. Mana shular o'qlarni uchlar ekan. Mana shular hammasi o'qni uchi. Mana ular bo'lsa o'sha vaqtda ishlatilgan pichoqqa o'xshagan xanjarmi, shunday bo'lsa kerak, shunga o'xshagan narsalar ekan. Mana muzeydan ham chiqib ketyapmiz. Troya muzeysidan. Bular endi siz o'zingiz qisqacha bir taassurotlaringizni qoldirsangiz. Endi muzey hamon shu nimaning yonida ekan. Boyagi Troya qadim shahrining yonida joylashgan ekan. Juda yaxshi qilgan bir 4 qatdan iborat ekan. Birinchi qatga kirganimizda eng eski tarixga oid topilmalar qo'yilgan ekan. Bundan 5000 yil oldingi yildan boshladi. Ikkinchi qatga chiqqan sayin tarixlari yaqinlashib bordi. To 4-qatda bizim milodiy yildan avvalgi 300-yillar va milodiy yildan so'ngragi 500, 400, 700 ga qadar narsalar qo'yilgan ekan. Bizni ko'proq jalb qilgan narsa uy ro'zg'or buyumlari, sopol idishlar, undan keyingi ba'zi mis idishlar, tabobat anjomlari. Undan keyin esa ko'proq haykaltaroshlik va san'at asarlari qo'yilgan ekan va qadimiy tangalar. Ko'pgina har bittasiga batafsil ma'lumotlar berilgan ekan, biz o'qiy olmadik, ammo juda katta taassurot oldik tarix haqida va bundan keyin niyatimiz inshaalloh o'sha Troya filmini qayta bir ko'rish domlar bilan birgalikda. Inshaalloh shu qarorga keldik. Qani qanchalik tarixni o'zida aniq qiladi, ko'rsatib beradi. Inshaalloh ko'rishamiz inshaalloh birodarlar. Yana yangi joylarda, yangi tarixiy asarlarda yoki yangi tabiat qo'yinlarida ko'rishguncha. Bismillah. Azizlar, mana Chanaqqalaga ham keldik. Ko'rindi Chanaqqala. Balıkesir'dan ondan keyin Troya antik kentini, antik shahrini tomosha qilgandan keyin Chanaqqalaga yetib keldik. Mana Chanaqqala'dagi dengiz, Chanaqqala Boğaz ko'prisidan o'tamiz inshaalloh. Ajoyib chiroyli manzaralar, chiroyli joylari bor ekan. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني Chanaqqala ko'prisidan maşallah maşallah. Hali qancha daqiqada o'tib ketamiz ekan. Bismillah. Mana 1, 2 necha daqiqada o'tamiz? Tamam. Mana Chanaqqala ko'prisidan ketyapmiz birodarlar. Haqiqatda ajoyib. Haqiqatda ajoyib. Kattaligini qarang. Maşallah maşallah. Mana juda katta ko'prik ekan, ha? Ana ular yo'lda qolib ketar ekan. Ha. Yo'q. Ajoyib ko'pir, ajoyib kattaligini qarang. Mana ko'pirini
mashinalar masalashdi-ku, shunga biroz mana uni qarang, mashallah, ko'prini qarang. Juda katta ekan, ha? Mana endi ko'pirdan ko'chib ketyapmiz mana. Faqat ikkovi shuncha ekan, ha? Ko'pirining toplam uzunligi 5 kilometr ekan. İki oyoqning orasi 2 kilometr u 23 metr ekan. Yani 2023. 2023'da qilinganligi uchun o'sha yerga mo'ljallab 2023 qilgan ekan. Turkiyaning 100 yilligi. Keyin ko'pirning oyoqlarini ustiga ham o'qning rasmini qo'yib qo'yibdi. Endi shu urushdan bir ramz olarak qo'yib qo'yibdi shuni. Evet. Mana ko'pirini Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu tarafından ko'rinish shakli, shimol tarafından ko'rinish shakli qanday ko'rinadi? Mana qarang. Mana qarang, Çanakkale'ni bu tarafından ko'rinish shakli. Çanakkale Köprüsü'nü haqiqatda 5 kilometr uzunligidagi ko'prik. Faqatgina ikki ustun orasi 2 kilometr u 23 metrga to'g'ri kelar ekan. 2023da qilinganligi uchun mana shunga mo'ljallab 2 kilometr 23 metr mana shunda qilgan ekan. 2023 metr. Mana shu Çanakkale Köprüsü'nün tagidan o'tyapmiz hozir. Haqiqatda ajoyib, juda katta, juda kengish. Biz endi buni kattaligini, kengishligini bilgandik, lekin ustidan o'tishlik bir hayajonli bo'lar ekan. Buncha uzun ko'pirni. Haqiqatda ajoyib ekan. Ha, puli ham arzon ekan, 200 lira. Ya'ni 200 lira qancha bo'ladi? 7 dollarmi, 6 dollar bo'ladi-da, xulosa qilganda. 5 dollar bo'ladi, 5 dollar. Ha, mototsiklga 5 dollar ekan. Azizlar, Çanakkale ko'prisidan o'tgandan keyin kameramizni batareyasi tugab qolib, undan keyingi yo'llarni ola olmadik. Shunday qilib, o'sha Çanakkale safarimizdagi 3-kunimiz tugadi. İnşallah 4-kun haqida videolarimizni yuklaymiz. O'sha kunda ko'rishguncha hammalaringiz Allohga omonat bo'lingizlar.